Assalamu alaykum sabaqdaşlar. Tayba dersxonamizga hoş geldinglar. Biz bugün al-usul min ilm-al-usul degan darsligimizning davomini o'qiymiz. Biz bugün o'qigan tema al-ijtihad. Ijtihad haqida bo'ladi. Ijtihad degan nima? Uning ta'rifi al-ijtihad lughatan, ijtihad lughat jihatda bazlul juhd li idrak amrin shaq. Qiyin ishni tepish uchun, ya'niki qiyin ishni bilish uchun tirishchanlikni sarf qilish deganlik bo'ladi. Ijtihad degan. İslahan etken vaktimizde bezlul juhd li idraki hukmun şer'i. Şer'i hükmünü biliş için tirişçallıqni sarf qilish deganlik bo'ladi. Mujtahid men bezala juhdahu li zalik. O şer'i hükmünü bilish için tirişçallıqni sarf qilgan kishi mujtahid bo'ladi. İjtihadning şartlari va birincisi ay ya'lama min al-adillati ash-shar'iyya ma yahtaju ilayhi fi ijtihadihi kayat al-ahkam wa ahadithiha. Birincisi şer'i delillerden o ehtiyojliq bo'ladigan ijtihadida uningga ehtiyojliq bo'ladigan narsalarni bilish. Ahkam oyatlari va ahkam hadislariga o'xshash. Birinchi sharti. Ikkinchisi hadisning sahihligiga aloqador bo'ladigan, sahih zaifligiga aloqador bo'ladigan ilmlarni bilish, sanatni bilish va uning rijollarini va shunga o'xshagan ilm hadisni bilish. Uchinchisi nasikh va mansuxni bilish, ijmo urularini bilish. Nimishqa hatta la yahkumu bi mansukh. Mansukhul amaldan qolgan hukm bilan hukm qilib salmasligi va ijmo qarshi hukm qilib qolmaslik uchun qanday masalada ijmo va qaysi oyatlar mansukh buni bilish lozim. To'rtinchisi ay ya'rifa min al-adillati ma yaxtalifu bihi al-hukm. Hukm uning bilan xilma-xil bo'ladigan narsalarni dalillardan bilish lozim. Ya'ni hukm xilma-xil bo'ladigan narsalar qaysi? Xos, taqid, om, mutlaq, muqayyad, mubayyan degan bu usullarni bilish. Nimishqa hatta la yahkuma bima yukhalifu zalik. Uning qarshi hukm qilib qolmaslik uchun. Ya'ni qaysi oyat om, qaysi oyat xos, qaysi oyat muqayyad, qaysi oyat mutlaq buni bilish lozim. Beshinchisi ay ya'rifa min al-lughati wa usul al-fiqh mimma yata'allaqu bi dalalati al-alfaz kal-'am wal-khas. Ya'ni arab tilidan Arap tilden ve usulul fiqhini bilish lazım. Qanchalik bilish lazım? Mimma yata'allaqu bi dalalatil alfaz. Alfazning dalalatiga aloqador bo'lgan mazmunlarni bilish lazım. Am, xos, mutlaq, muqayyad, mujmal, mubayyan va shunga o'xshagan. Nimishqa li yahkuma bima taqtadihi zalika dalalat. Shu dalalatlar taqazzo qiladigan narsani hukm qilish uchun. Oltinchisi o mujtahidning qishida delillarni hukm olalaydigan bir qudret yetilgan bo'lishi lozim. Hem ijtihad qad yetajazza. Bazıda parçalanadi. Qanday parçalanadi? Fayakunu fi babi wahid min abwabil ilm. İlimning bablaridan bir babtımıçı bo'ladi. Yoki masalalardan bir masaladan bo'ladi. Masalan, bir odam faqat mirosdan mujtahid bo'la oladi. Mademni biz mirosda mujtahid deyalaymiz. Yoki bir odam faqat mushu turmush masalalarida, taloq nikohda mujtahid bo'la oladi. Boshqa masalani bilmasa, shunga aloqador bütün ahkamlarni bilsa, yuqorqi shartlarning hammasiga tushsa shu babda bo'ladi. Ijtihad parchalanadi degan gap shu. Mujtahidga lozim bo'lgan ishlar yalzimul mujtahid an yabdula juhdahu fi ma'rifati al-haqq thumma yahkum bima zahara lahu. Mujtahidga lozim bo'ladi, vojib bo'ladi o'zining tirishchanligini sarf qilishi, haqiqatni bilishda. Ondan keyin u o'ziga oshkor bo'lgan narsadan hukm qiladi. Agar asoba to'g'ri hukm qilsa falahu ajran. Onun ikki ajr beriladi. Ya'ni ko'rsatgan tirishchanligiga bir ajr, ijtihodiga va haqni topganligiga bir ajr beriladi. Agar chunki haqni tepishda u haqni lianna fi isabati al-haq izharan lahu. Chunki haqni tepishda haqiqatni oshkor qilish va uning amal qilish bor. Va in xato, agar xatolashib qolsa uningga bir ajr beriladi, xatoligi kechirim qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi hadisi bo'lganlik uchun agar bir hokim hukm qilib ijtihad qilsa, undan keyin to'g'ri qilsa, uni ishga ajr beriladi. Va idha hakama fajtahada, agar hukm qilib, ijtihad qilib xatolashsa, unga bir ajr beriladi degan payg'ambarimiz. Va illam yadhhar lahu al-hukm, ya'ni bir mujtahid tirishchanlik qildi, uning hukm oshkor bo'lmasa, uning to'xtash vojib bo'ladi. Vajaza at-taqlid hina idn lid-darar. U vaqtda qanday qilib to'xtab, taqlid qilsa bo'ldi. Shu hukmda boshqa mujtahidlar gap qilgan bo'lsa, uningga zurat bo'lganlik uchun taqlid qilsa bo'ladi. Xo'sh, unda bo'lsa arkadaşlar, bizning bugungi ijtihod aloqador bo'lgan mazmunimiz mush yerda daxilashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.